Tayvan hükümeti Xitay işçiliki siyasi besimden ve iqtisadi qiyinchilikdan zerikken şəxslərdən nişanlagan yeni bir istihbarat taktikasini yolu koygan bulup, yeni kurulgan bir torbet arqılıq Xitay puhralarını istihbarat uçurları bilen təminləşki rəğbətlendirdi. Ötkenlerde biz Amerika'nınki sınlıq şekilde video elan qıldı. Yani Xitay'dan adamni şu Xitay'nınki kommunistlarning muhim yerlerde işleyotgan quldu ma'lumot va bularni o'ziga tortish, qaratish. Bu qatim Tayvanmi texnik Xitoyni chiqarishtirgan bir harakat albatta. O'zininki Xitoy bilan bo'lgan munosabatini cho'ng bir ko'zir bo'ldi-da hamda muhim ma'lumotlar odamlarni setib oladi o'ziga. Yana bir xabarimizda Amerika hukumati sun'iy aql shirkati Anthropic'ning eng ilg'or modellariga davlat sirtidan erishishni cheklagan bo'lib, mazkur qarorning orqasida Xitoyga chetilgan uchur oshkorlanib ketish gumonlari, davlat mudofaa bexatarligi andishalari o'rin olmoqda. Xabarning tafsilotida nurg'un masalalar bo'lib, Xitoy manbalik josuslik nimalarniki, hakkerlarniki qandaq ishlarni qilayotganligi tilga olingan. Shuning uchun elingan muhim bir qadam ekanligi bildirilgan.